tasmasimon chuvalchanglar. Odamlar kasallanadi. To'g'ri, bu odatiy hol. Bu holatda ularda ko'ngil aynishi, ozib ketish, bosh og'rig'i va shu holatlar kuzatiladi. Agar qaysidir odamda shu holat kuzatilsa, uning tanasida, ya'ni ichaklarida cho'chqa tasmasimon chuvalchangi yashayotganini dalolat beradi. Tasmasimon chuvalchanglar sinfiga mansub parazit. Ular odam ichagida yashab, parazitlik qiluvchi organizmlardir. Uzunligi 8-10 metrgacha yetadigan bu organizmlar odamda ichagida tayyor oziqa bilan oziqlanuvchi organizmlardir. Ularda og'iz hazm qilish organlari kuchsiz rivojlangan. Boshida 4 ta so'rg'ich mavjud hisoblanadi. Bu so'rg'ichlar ularga odamning ichagida mustahkam yopishib olib turishga yordam beradi. Ularning tashqi tomoni hech qanaqa bo'g'imlarga bo'linmagan, faqatgina boshida 4 ta so'rg'ich mavjud. Shu orqali ularni biz boshini ajrata olishimiz mumkin. Undan tashqari, ular juda ham ko'payish organlariga ega, xususan har bir bo'g'inda ikkita urg'ochi va bitta erkak jinsiy organi joylashgan. Ular bir jinsli organizmlar hisoblanadi, chunki ikkala ko'payish organi ham bitta tanada joylashganligi sababli. Ularni so'rg'ichlari haqida rasmda ko'rsatib o'tilgan, ya'ni taqdimotda ko'rsatib o'tilgan. Ularda boya aytganimizdek 4 ta so'rg'ich mavjud. Tasmasimon chuvalchangi hayvonlarda parazitlik qiladi, ya'ni hayvon oraliq xo'jayini hisoblanadi. Mana ichaklarga yopishib olish mexanizmini taqdimotda ko'rsatib o'tilgan. Ichakka shunday yopishib olib, unda tayyor bo'lgan oziqani iste'mol qilishga moslashgan hisoblanadi. Bu yerda ham qanday ichakka yopishib olishi ko'rsatib berilgan. Undan tashqari, ular juda ham tez ko'payadi. Turlari cho'chqa tasmasimon chuvalchangi, qoramol tasmasimon chuvalchangi, ot paraskaridasi va shu kabi turlari mavjud. Ular organizmda juda ham tezlik bilan ko'payib ketish xususiyatiga ega, ya'ni juda ham tezlikda ko'payib ketadi. Bu organizm bilan kasallangan odamda bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, ozib ketish va shu holatlar kuzatiladi. Bularda bo'g'imlar ko'payib ketishi haqida tushunchalar berib o'tilgan taqdimotda. Ko'rib turganingizdek, bu har bir bo'g'ini mana bo'g'inlarga bo'linganligi ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni har bir bo'g'inda ko'payish organlari joylashgan. Shu tuxum to'lgandan keyin bo'g'inlar tushib qoladi. Ichidan esa mana shu bo'g'inlar yorilib, tuxumlar chiqib ketadi. Keyin cho'chqa ana shu tuxumlarni iste'mol qilgandan keyin uning ichagida shu qulay muhitda yana cho'chqa tasmasimon chuvalchangi hosil bo'ladi. Ular cho'chqaning muskullari yoki shu kabi qismlarida joylashib olib, yaxshi pishirilmagan go'sht mahsulotlari orqali odam organizmiga kirib oladi. Mana cho'chqani ichida kirgandan keyin qanday ko'payish sxemasi ko'rsatib o'tilgan. Uni tashqi tomondagi qobig'i yuqalashyapti-da, ichidan organizmlar chiqyapti. Uni yurakka boryapti, qon tomirlari orqali va miyaga va shu kabi qismlarga borib joylashib olyapti. Ana shu yerda kutadi, ya'ni bu oraliq xo'jayini hisoblanadi. Yaxshi pishirilmagan go'sht mahsulotlari orqali esa odam organizmiga xush holat kuzatiladi.